Assalomu alaykum, hurmatli fizik o'rganuvchilar. Sizlar bilan bismillah deb Alloh taolodan madad so'rab, navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bu safargi video darsimiz demak 13-may kuni 2025-yil 13-may kuni bo'lib o'tgan milliy sertifikat imtihonlari tushdan keyingi navbatdaligisi imtihonni yechimlarini qilamiz. Ertalab bo'lgan, o'sha tushgacha bo'lgan ertalabki imtihonni savollarini ichida ba'zi qiyinlarni alohida ko'rib berish niyatim bor. Lekin uni o'sha yechimlardan anchasini tashladik, doskada o'sha rasmligisini tashladik. Videosini qilishga uncha ham qilmadim. Nima deydi? Qiziqmadim, chunki o'zi ko'pchilik biladi. Xo'p, demak, bugungi savollar ancha oson bo'ldi, o'rtoqlar. Boshdan aytib o'tishim kerak, uncha qiyin emas. Masalan, birinchi savol dekabrda tushgan savol mana. Tezlanish normal tezlanishdan ham, tangensial tezlanishdan ham katta bo'lishi kerak. O'sha haqiqiy tezlanish mana A barobar o'zi nima bo'ladi? A barobar o'z-o'zidan A normal kvadrat qo'shilgan A tangensial kvadrat bo'ladi o'zi. Formula mana shu. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, A normaldan ham A tangensialdan ham katta yoki teng bo'ladi. Oldin ham tushgan. Yana bitta savol mana qarang. Yuk osilgan deyapti, prujna qanchaga cho'zilgan deyapti. Endi bu ham oddiy-da mana. Delta L ni so'rayapti. MJ taqsim K qilasiz chiqadi. Undan ham zo'ri. Natijaviy kuchni so'ragan. Jismning massasi shuncha, tezlanish shuncha, natijaviy kuch qancha? Natijaviy kuch har doim emadan topiladi, o'rtoqlar. Bu hech qanday gap so'z yo'q. Keyingisi 40 metr dengiz tubidagi ko'l tubidagi o'sha 40 metr chuqurlikdagi umumiy bosimni toping degan, o'sha rojihash qo'shilgan pi atmosferani hisoblash kerak. 500 kilopascal bo'ldi. Javob kilopaskalda so'ralgan edi. Yoki mana 5-savolga qaraymiz. M1 massali, V1 tezlikli, M2 massali, V2 tezlikli ikkita jism bor. Ular noelastik to'qnashdi. To'qnashuvdan keyin birinchi jismning o'zini kinetik energiyasi qanday deyapti. Endi o'zi aslida birinchi jism ikkinchisi bilan birlashib harakat qiladi. O'shanda birinchi jismning kinetik energiyasi mana M1 U kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Uni o'rniga M1 V1 plus M2 V2 taqsim M1 plus M2 qilish mumkin. Mana bu vektor, ustidagi vektor ishora o'sha yo'nalishga qarab o'zgaradi. Bir tarafga bo'lsa qo'shiladi, yana qarama-qarshi bo'lsa minus bo'lib qoladi mana bu o'rtasi, yo 90 gradus bo'lsa Pifagor bo'lib ketadi. Bu vektor belgisi saqlangan. Xullas shu, mana shu yechim bo'ladi deyishga. 6-savol qarang. Ertalab tushgan savol. Mana shu 6-savol bugun ertalabki navbatda ham tushdi. Ertalabki navbatda bunday degan, mana shu xuddi mana shuni o'zi edi, mana garmonik tebranayotgan jismda tebranish tenglamasidan tezlik tenglamasini toping degan. Shundan bitta hosila olinadi. Mana bu narsa tezlik tenglamasini beradi. Ertalabki o'sha yechimni rasmga olib tashlagandim internetga, o'sha Telegram kanalimizda turibdi. O'sha yerda ko'rgan bo'lsangiz, mana shuni ko'rgansiz. Xo'p, 7-savol. 7-savolda demak, qiya tekislikda bitta jism turibdi. Jismni ushlab turish uchun 12,5 newton kuch qo'yganmiz. 12 newton kuch qo'yganmiz degan savol mana. 12 newton F. 12 newton ishqalanish koeffitsiyenti yo'q. Jismning massasi eliga 2,5 kilo. 2,5 kilo. Burchak 30 gradus. P parallelda hisoblasangiz mg sin alfa bo'ladi, 12,5 chiqadi. Shu 12,5 chiqadi. Mana bu massa 2,5, 10 ga ko'paytirsak 25, sin 30da 1 taqsim 2, 25 ga 2 bo'lsak 12,5 bo'ladi xolos. 12,5 dan 12 ni ayirsak, 12,5 dan 12 ni ayirsak, demak qancha qoladi? 0,5 newton kuch qoladi. Ya'ni ishqalanish kuchi bu yerda nima? F bilan qo'shilib P parallelga tenglashtiryapti. Endi bu qiyin misol emas. 8-savol mana. 8-savol bu oldin tushgan, fevraldagi imtihonda tushgan savol. 8dan takrorlanayotgan savol. O'zi bizda 3-mi, 4-chi takrorlanayotgan savol bo'lyapti. Chunki mana birinchisi bor edi, ikkinchisi bor edi, uchinchilari ham oldin ko'p tushgan. 4-savolda ham masalan oldin ko'rganmiz. Bunaqa hamma biladigan savol. Bunaqa mashhur savollar. O'zi mana 4ta, bu bilan o'zi mana takrorlangandan 5ta bo'lyapti. Endi bu yerda nima degan qarang. O'tgan safar mana bu reaksiya kuchini so'ragandi. Mana bu Sturgeon, mana bu Sturgeon. Agar xabaringiz bo'lsa, fevraldagi imtihonda yechimlarini xuddi mana shunga o'xshab video dars qilganmiz, o'shani yechimida bor edi. Mana Sturgeon turibdi. Sturgeonda uchiga yuk osilgan va mana yerda Sturgeonda uchi arqon bilan bo'lib qo'yilgan deylik-da. Shu arqonning taranglik kuchini topishimiz kerak. O'zi misol shartida, lekin buni ham Sturgeon degan. Endi odatga ko'ra bu yerda arqon bo'ladi. Arqon bilan Sturgeonning farqi yo'q, lekin uni taranglik kuchi bor yonga. Reaksiya kuchi, taranglik kuchi va og'irlik kuchi uchalasidan iborat kuchlar uchburchagi yasab olsak, mana unda uchburchak hosil bo'ladi. Mana bu burchak qancha bo'lsa, bu burchak ham shuncha bo'ladi. Keyin bu yerda Pifagor sonlari bor-da, 5 taqsim 13 bo'lsa sinus, kosinus 12 taqsim 13 ga teng bo'ladi. 5 taqsim 13, 12 taqsim 13 bo'ladi. Endi tangens alfa qilsak, t taqsim mg bo'ladi. T taqsim mg yoki sin alfa taqsim kosinus alfa bo'ladi. Mana shuni hisoblab ichidan bemalol t ni topsangiz, o'sha massasi bor, massasi 12 kilo, 1,2 kilo, mg bilan 12 bo'ladi, qisqarib xullas shu yerdan hisoblasak t teng 50 degan javob chiqadi. Bu uncha qiyin savol emas. Ya mana 9-savol qarang. 9-savolda nimani so'ragan? 9-savolda oxirgi 12 sekund ichidagi jismning o'rtacha tezligini toping degan.
Misolda nimalar berilgan qarang. Jism boshlang'ich 5 sekundda qancha? 7,5 metr yo'l yurgan. Jism boshlang'ich 5 sekundda 7,5 metr yo'l yurgan, tezlanuvchan harakat qilib, undan keyin yana qancha? 12 sekund davomida tekis harakat qilgan, keyin oxirida yana 6 sekund davomida sekinlanuvchan harakat qilib to'xtagan. Mana shunaqa savol. Endi bu yerda men grafik chizib ishladim, mana o'sha S barobar VT taqsim 2 ni, mana S 7,5 V yo'q, T o'rniga 5 qo'yib taqsim 2 qilib shu yerdan ishladim, V teng 3 chiqdi. Xullas, men grafik qildim, nima qarang mana. 5 sekund tezlanuvchan harakat qilgan, yana 12 sekund tekis harakat qilgan, yana oxirida 6 sekund sekinlanuvchan harakat qilib to'xtagan. Mana shu yerda S umumiy 12 qo'shilgan 6 taqsim 2 ko'paygan 3 bo'ladi va shundan qanday bo'lyapti bu qarang mana. Mana bu katta kichkina asos, trapetsiyada bo'ladigan bo'lsa, kichkina asos 6, katta asosimiz qancha? 12 bo'lyapti. Bu yoqdan bu yoqqacha 12, bu yoqqacha 6 bo'lsa, demak mana bu ham qancha bo'ladi? 6 bo'ladi. To'g'ri burchakli trapetsiya bo'lyapti-da. Tepasi 6, pasti 12 bo'lgan to'g'ri burchakli trapetsiya. 12 ga 6 ni qo'shib 2 ga bo'lsak, trapetsiyaning o'rta chizig'i chiqadi. Uni balandlik, ya'ni tezlikni ko'paytirsak, yo'l chiqadi. Mana shuni hisoblasak 27 bo'lyapti. 27 ni 12 ga bo'lsak, o'rtacha tezlik chiqyapti. Endi o'rtacha tezlikni bilasiz. O'sha butun yo'lni butun vaqtga nisbat. Mana shunaqa savollar. Xo'p, keyingi videoda davom etkazamiz.